Barcelona store'ni obzor qilamiz. Hop. Shapka narxini ko'ramiz. 20 euro. Hadi nima arziydim. Suv butilkalar 30 euro. 25 euro kepka. Noskini narxini ko'ramiz. Gidra deydimi, nima deydi endi buni? Qarang, bu ham Made in China bo'lib turibdi-da. Nimasiga qiziqasizlar, hayronman. 13 euro. Mana bu ham o'zicha 10 euro. Darvozani ipi ham sotilyaptimi? Shunda Barsa store'da. Oh my god. Mislar chiqishlar ham 4 euro ekan. Uchqach. Pita degan narsa 20 euro. 19. Aman bu yerda esa detskilanki bor ekan. Bu kichkinagina futbol formachasi 65 euro ekan. Qarang, mana sizlar Barselonadan forma olmoqchi bo'lasizlar-ku, lekin bular mana Made in Thailand deb yozganda, narigida Made in China edi. Va mana shu hozir priz 15 euro turibdi. Arzimaydi umuman.